Assalomu alaykum hammaga. Hozir separa ko'rgan elektroshokir haqiqiy elektroshokir edi va mana bu elektroshokir har qanday narsa ishlatish mumkin. Va bu narsani oldini olish uchun men har qanday odam ishlata olmaydigan, faqat egasiga tegishli bo'lgan elektroshokir yaratdim va buni ko'rib chiqamiz. Haqiqiy elektroshokir bilan men yaratgan elektroshokirning farqini sizlarga tushuntirib beraman hozir. Haqiqiy elektroshokirda har qanday odam ishlatishi mumkin. Men yaratgan elektroshokirda esa har qanday odam emas. Bunga barmog'iga datchik qo'yilgan, faqatgina buning egasiga barmog'i orqali ishlaydi. Bu haqiqiy elektroshokir. Sinab ko'ramiz Arduino bilan. Bu men yaratgan elektroshokir. Включатель, bir martalik digital knopka. Bu yerda esa generator, batareya va bu yerda Arduino va relay joylashgan. Bu yerda esa 9 voltli batareya. Bu faqatgina miya, ya'ni Arduinoga tok berish uchun alohida generator batareyaga qo'yilgan. Bu yerda esa barmog'i datchik. Va mana bu yerda chiqsa ham bo'ladi. Hozir tubga ishlatib ko'rsatyapman yaxshiroq bo'lish uchun. Va barmog'imizni tegizsak, relaydan ovoz chiqdi eshitgan bo'lsanglar va bosamiz. Mana bu generatorning kichkinasi va batareyaning kam voltlisi qo'yilgan. Va yana bir qo'limizni tegizganda bu o'chadi. Bu degani har qanday odam ishlatishi mumkin emas degani. Albatta buni hozircha kamchiliklari bor. Bu albatta to'g'rilanadi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.